nimaga yigit bir bor bo'ladi, bir yo'q bo'lib qoladi. Orada bir oyga, bir haftaga yo'q bo'lib ketadi va umuman na yozadi, na telefon qiladi, na boshqa xabar oladi. Lekin oldin o'sha yo'q bo'lishidan oldin hamma narsa ideal edi deb so'rashadi qizlar mendan. Men bunaqa yigitlarning narsistik xarakteri bor bo'lgan va abyuziv munosabatlar qurishga moyilligi bo'lgan erkaklar turiga kirg'izaman. Hozir tushuntiraman nimaga. Chunki sog'lom, zrelый erkak hech qachon yo'q bo'lib qolmaydi. Hech qachon. Sizni realni sevdimi, realni sizni qabul qildimi, sizni borishicha qabul qildimi, u yo'q bo'lib qolmaydi. Bu sog'lom erkaklarning xarakteri, tushunyapsizlarmi? Yo'q bo'lib qolib yana paydo bo'lib постоянно mana shu intervalda yuradigan erkaklarni qanaqadir baribir psixologiyasida, psixический holatida отклонениyalar bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa erkaklarni hech qachon seriyoz qabul qilish kerak emas deyman hammaga. Chunki seriyoz qabul qiladigan bo'lsangiz o'tirib qolasiz. Realni o'tirib qolasiz. Voy nimaga yozmayapti, nimaga telefon qilmayapti, menga nimaga yo'q deb o'tirib qolasiz. Men sizga javob beraman. Narsistlar bilan отношенияda bo'lgan qizlar обязательно yozib qoldiringlar. Hammanglarda mana shu lomka bo'lgan, lomka tushunsizlar. Bunaqa erkaklarni-chi o'zingizdan uzoqlashtirsangiz hamchi, ular qancha uzoqlashtirganingiz sari yaqinlashishga harakat qiladi. Agar mana shu o'yinlarda, mana shu manipulyatsiyalarda dальше отношения quraman desangiz, to manipulyatsiya qilib, отношенияda qilib yursangiz bo'ladi. Lekin menga sog'lom erkak kerak, sog'lom отношения kerak deydigan bo'lsangiz, to bunaqa yigitlarni yo'qotib, normal erkak bilan отношения qurishni tavsiya qilaman. Agar psixologический состояниеңiz, sizning holatingiz siz uchun muhim bo'lsa, bunaqa yo'q bo'lib ketib paydo bo'lib qoladigan yigitlar bilan bekorga vaqtingizni o'tkazishni xohlamasangiz, to sog'lom munosabat qurishni tavsiya qilib qolaman. Kstati, sizlarda shunaqa yigitlar bo'lganmi? Yo'q bo'lib ketib bir paydo bo'lib qoladigan, обязательно yozib qoldiringlar va menga obuna bo'linglar. Keyingi videoda konkretni nimalar qilish mumkinligi haqida sizlar bilan birgalikda gaplashamiz.